disco dancer. Hey, I am a disco dancer. Nima mashina urdi mani? Matiz. Ha, o'l kambag'al. Ji, Prado bo'lsa 3 oydan kam yotish yo'q. Qon yo'qotyapmi? Bo'pti, yozuvchi shartmas nima xohlaysiz? Qo'shiqchisiz tanidim, bugun ammam to'yi bor, o'sha o'tkazib bering. Yanlışkan avtobus eslar her yana. Qo'shiqlar yozaman tunlarda turib. Senin jismolan pulni kartasiga tashlavordim. İşte, ursa qo'shiqchi ursin ekanda. To'y ham tugadi. Voy, qarang, bugun tasodif bilan xolam ham tug'ilgan kunlar ekan, ketdi o'shatgan. Chiqib yo'lda kutaman seni. Zo'r qo'shiq chop debsan-u, lekin tug'ilgan kunim dekabrda edi-ku jiyan. Voy, dekabrda vaqt yo'q, buni o'zingizga zo'r o'qindi. Hamma. Bo'ldi. Tug'ilgan kun to'ylarga berganingiz bilan boyib qolmayman men. Hamma nima qilay? Shu bitta kichkinagina biznesimiz bordi. Balki siz reklama qilib bersangiz yurib ketarmidi? Mayli, kichkina biznes bo'lsa, yuring. Orqamdagi qurilishda 2000 ta xonadan sotilayotgan ekan. Bir kichkina biznes ekan. Reklama pulini kimga berishmoqchi? Adminsda. Bash kerak, o'xshaysiz ko'proq. Hazil. 25-da pochchamni to'yi, 26-da qaynisi. Bo'ldi, yozsangiz yozing, chizsangiz chizing. Ketdimmi? Bo'pti, to'xting, bitta dona iltimosim bor, shuni qiling bo'ldi. Xo'sh, nima? Mana shu jiyanimni qo'shiqchi qilish kerak. Qani ovozini eshitaylikchi? Bu tug'ma-so'qov gapira olmaydi. Siz jinnimisiz? Qanaqa qo'shiqchi bo'ladi soqov bo'lsa? Gapira olganda o'zim ham qo'shiqchi qilardim. Tomingiz ketib qolganmi? Metom ketadi, qo'shiqchi qilingman bilmayman, bo'lmasa yozaman. Yoz tashing. Yozaman. Chiqib yo'lda